Ko'pchilik yaxshimisizlar? Yaqindan buyon nurg'ulg'an do'stlar menga ayrim xat yozib, shu do'yindagi asarlarimda ishlatgan pasurish usulini ayrim o'rgatish videosi qilib yo'llab qo'ygan bo'lsangiz deb so'z qoldiribdi. Shu munosabat bilan men shu do'yinda ishlatgan asos pasurish shakllarining o'rgatish usulini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Navbatdagi pasurish usulini o'rganishdan avval tuvandagidek bir nechta nuqtani bilib olaylik. Ustidagi pasurish formulasi qarasangiz, sol taraf ostida soncha 6 va 1 deb yoziqlib. 6 ning ma'nosi bo'lsa, gitarninki 6-tarsini ko'rsatadi. 1 ning ma'nosi bo'lsa, gitarninki 1-tarsini ko'rsatadi. Demak, shu yo'linishni ko'rsatib berdi ekan. Yakistilka. Yakistilkaning ma'nosi bo'lsa, o'ng qo'limizninki bosh miltig'i, ya'ni tamojir bilan 6-tar yo'linishdan 1-tar yo'linishiga yoki 1-tar yo'linishdan 6-tar yo'linishiga urishni ko'rsatadi. Qo'sh stilka. Qo'sh stilkaning ma'nosi bo'lsa, 4 barmog'imizni jipsilashtirib, echib etmaymiz, jipsilashtirib, yerim egib, bu shakl bo'yicha urishni ko'rsatadi. X belgisi, ya'ni ko'paytirish xato belgisi. Buning ma'nosi bo'lsa, cheyin urib to'silishni ko'rsatadi. Tuvanda aytilgan qoidamiz bo'yicha ustidagi pasurish formulasi bilan birlashtirib, navbatdagi pasurish usulini to'liq o'rindab chap baqaylik. Albatta, sol qo'limizningki barmoqlar bilan 12-payas atrofida ovoz chiqmag'idek darajada to'sib olamiz. Birinchi udar. Birinchi udar qaraydigan bo'lsak, yakistirlik ekan, uning ma'nosi bo'lsa, o'ng qo'limizningki damoji, ya'ni bosh miltiq bilan urdi ekanmiz. Birinchi udar. 6-tar yo'linishdan 1-tar yo'linishiga, 1-tar yo'linishidan 6-tar yo'linishiga urdi ekansiz. Ya'ni 1 degan vaqtingizda mush ikki ovozni o'rindab qildi ekansiz. 1. Ikkinchi udar qaraydigan bo'lsak, qo'sh stilk ekan, 6-tar yo'linishidan 1-tar yo'linishiga 2 qatim uribdi. Hargizmi mana shaklda emas. Balki aslidagi ritmga ergashimiz. 1 2. Uchinchi udar qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'xshashlar birinchi udardagidek o'ng qo'limizningki damojini bosh miltiq bilan 6-tar yo'linishdan 1-tar yo'linishiga, 1-tar yo'linishidan 6-tar yo'linishiga urdi ekanmiz. To'rtinchi udarningki beshidagi ovozida cheyin elib, keyingi ovozida pi barmoq, ya'ni damoj bilan 1-tar yo'linishidan 6-tar yo'linishiga ko'tarib ekanmiz. Unda qolsa sanab urib baqaylik. 1 2 3 4. Teg'imasti ko'rinishi 1 2 3 4. Uni normal tempoda urib baqsangiz,抖音。